Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarım, hammamiz ko'rib turayotgandek, vatanimiz Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining ishg'oliyati, tajovuzchiligi, qirg'inchiligi va zulmi davomlashmoqda. Biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklarda bo'lsa, ma'naviyat, qarindoshlik, mehr-muhabbat, jasorat ve inqilab ruhi nihoyat tuvallab ketayotgandek, moddiyat bo'lsa, pul, uy, mashina va shuningga o'xshagan nurg'unlagan narsalar uchun borliqimizni beg'ishlaydigan, shu mol dunyo uchun va yoki moddiy manfaatlar uchun, shaxsiyatimiz uchun o'z do'stligimizni setib etadigan, qadrlamaydigan, bir-birimiz bilan bo'lgan har turli munosabatlarda, kishilik munosabatda, tijoriy munosabatda faqat o'z manfaatimizni o'ylab, qarshi tarafga zulm bo'lib qolarmi, do'stligimizga ta'sir etib qolarmi, qarshi tarafning ko'ngli azor yeb qolarmi deganlarni ko'p o'ylamaydigan, oxiratni unutib dunyolikka beriladigan azimatligimiz, erkakligimiz, g'ururimiz, fidokorligimiz cho'llardagi qum donchilariga o'xshash to'zib uchib ketib qolgan, o'zimizni qachon qayerda turmozlashni bilolmayotgan, oxir zamonning alomatlari ko'plab ko'rilayotgan bu mezgilda kimlarimiz nom shuhrat uchun, kimlarimiz huquq manfaat uchun, kimlarimiz xotun bola chaqa uchun o'zimizning bu olamdagi, bu dunyodagi kelish maqsadimizni, g'oya nishonlarimizni unutib ketyapmiz. Vatanimiz Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmon qarindoshlarimiz oylardan beri, hatto yillardan beri o'z qonlarini to'kish orqali, turmalarda yetish orqali, ig'ir emgaklarga va qiyin qistoqlarga uchrash orqali o'z shaxsiyatini, milliy kimligini, diniy qimmat qarashini va o'z vatanini qo'g'dash uchun qurbonlik beryapti. Mana shu minutlarda biz chet eldagi Sharqiy Turkistonliklar nima ishlarni qilyapmiz? Biz o'z vazifamizni ado qilyapmizmi? Nima ishlarni qilishimiz kerak? O'zimiz o'ylagan, niyat qilgan va yoki boshqalarga so'zlab berayotgan cho'ng g'oyalarimiz uchun bir ish qildikmi? Yoki shu ishni qilishga o'zimiz hozirmi, o'zimiz tayyormi? O'zimiz shu ishlarga ishonamizmi? Bu masalalar haqida men yaqinda beri nihoyat ko'p o'ylanyapman. Biz o'z g'oyamiz uchun, oxiratligimiz uchun, jannatimiz, vatanimiz, xalqimiz uchun nima ishlarni qilyapmiz? Qanday badallarni to'layapmiz? Acaba bizning ichimizdagi qisos o'ti yetarli emasmi? Yoki badal to'lash ruhi yetarli emasmi? Va yoki bir qism kishilar, ya'ni yilda 1-2 qatim paydo bo'ladigan vatan uchun, xalq uchun muntazam sistemalik xizmat qilmaydigan kishilar bizdan foydalanib ketib boramdi. Bizning ruhimizni, umidimizni, bizning ishonchimizni ufurtib, xo'rtib yo'q qilib ketib boramdi. Vatanimizda Xitoy tajovuzchilari oylardan beri necha minglagan, hatto necha 10 minglagan kishilarni bosh qo'yib, uylarga sulab, har xil shaklda qirg'inchilikni davom qilyapti. Bizning ularni qutqizish uchun qilgan ko'rishimiz, inqilobimiz nima bo'ldi? Bizning bir necha kun qilib qo'ygan shu namoyishimiz yetarli bo'ldimi? Biz buningga qanchalik ta'sir ko'rsatdik? Xitoy tajovuzchilariga qanchalik badal to'latadik? Qanchalik zarba beradik? Qilgan ishimizning qanchalik natijasi bo'ldi? Buningdan bir hisob olishimiz kerakmi qanday? Bizning inqilobimiz, bizning ko'rishimiz, bizning ulug' g'oyamiz bir necha kunlik namoyish bilan tugab qolamdi. Nima uchun Xitoy tajovuzchilariga yetarli shaklda zarba berishga harakat qilmaymiz? Nima uchun boshqa birlarining bizga yo'l boshlab berishini yoki bizga boshqalarning shu fidokorlikni ko'rsatib berishini kutib turamiz? Biz nima qilmoqchi? Nimani orzu qilyapmiz? Nimani saqlab turyapmiz? Kimdan kutyapmiz? Biz ishni nerdan boshlashimiz kerak? Bizning aqlimiz yetarli emasmi? Yoki bilimimiz yetarli emasmi? Yoki jismoniy kuch-quvvatimiz yetarli emasmi? Biz qaysi jihatdan nimalarga muhtoj, nimalarga ehtiyojli bo'lyapmiz, nimani kutib turyapmiz? Meningcha hammamizda diniy ilm bo'lsin, fan texnik ilmlar bo'lsin, boshqa jihatdagi narsalar bo'lsin, har jihatdan yetarli darajada bilimga ega emas. Hammamizning ko'z qarashi nihoyat tor, vaqtliq. Biz har jihatdan o'rganishimiz kerak, izlanishimiz kerak, buningga vaqt ajratishimiz kerak. Bir-birimiz bilan bo'lgan do'stligimizni, har jihatdagi munosabatimizni yaxshilashimiz kerak. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga tunji qatim o'qig'in deb amr qilgan ekan. Agar biz o'qimasak, agar biz izlanmasak, agar biz imkoniyatlarimizdan foydalanib, mayli kitob o'qish orqali bo'lsin, mayli bir ishni biladigan kishilar bilan suhbat qilish orqali bo'lsin, ma'lum to'rlarda bir narsani ko'rish, anglash orqali bo'lsin, bir narsalarni izlanib, o'rganishga tirishmasak, biz davomli jahillarcha, qarg'ulachi fikr qilib, qarg'ulachi narsalarni o'ylash orqali o'z zehniyatimizni bulg'ab, ruhiy psixikamizni buzib, o'zimizni tugashtirib olamiz. Qaysi bir dono kishilardan biri shunday aytgan ekan: bir ishni qilish uchun
ya onunğa aşık bo'lish kerak, ya onunğa muhtoj bo'lish kerak degan ekan. Agar biz vatanimizni qutqizish uchun vatanga haqiqatan aşık bo'ladigan bo'lsak, Allohga, jannatga haqiqatan aşık bo'ladigan bo'lsak, biz o'zimizni shu yo'lga atib etamiz. Mayli badal to'lash orqali bo'lsin, mayli o'rganish orqali bo'lsin, mayli boshqa kishilarni izlab munosabat o'rnatib, ular bilan hamkorlashib, fikrlashib, o'rtaq bir nuqtada harakat qilish uchun bo'lsin, to'xtamasdan izlangan bo'lardik, harakat qilgan bo'lardik. Yoki ma'lum pulga ehtiyojli bo'lgan o'xshash, vatanga shunday ehtiyojli bo'layotgan bo'lsak, vatan bo'lmasa o'zimizni osh qilayotgandek, talada qilayotgandek yoki yalang'och qilayotgandek his qilgan bo'lsak, chuqum har vaqt kecha kunduz bu to'g'riliq izlangan bo'lardik, harakat qilgan bo'lardik. Ammo afsuski, bir-birimizga qachon bir iqtisodiy muhtojlik bo'lmasa va yoki ma'lum bir emgak kuchiga ehtiyojli bo'lmasak, bir-birimizni oylarcha izlashmaydigan, telefonlarda uchurlashmaydigan, bir-birimizni tashlab o'tadigan, bir-birimizni tushunib o'qishga tirishmaydigan ahvol nihoyat og'ir. Bu masalaning tub yildizi bo'lsa kerak. Bizga Alloh subhanahu va taolo Qur'on orqali va o'z payg'ambari orqali, uning so'zlari orqali hamma narsani bizga bayon qildi. Aslida biz hamma narsani bilishga, hamma narsani tushunishga tirishsaqla nurg'un narsalar bizga oydin bo'lgan bo'ladi. Ammo biz anglagan, bilgan, o'qigan narsalarimizni haqiqiy mohiyatidan ishonmagan bo'lg'achqa, haqiqiy oshiq bo'lmagan bo'lg'achqa, faqat bilib qo'yish bilan amal qilmaymiz, tashlab o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo mu'minlar o'ziga nihoyat mehribon bo'ladi. Dushmanlarga, tajovuzchi zolimlarga qarshi nihoyat shiddatli bo'ladi degan. Ammo biz buni bilamiz, lekin bir-birimizga bo'lgan mehr shafqat, mehr muhabbat to'zib uchib ketib bordi. Bir-birimizga qilgan nochilik, bir-birimizga bo'lgan qo'pollik, bir-birimizga bo'lgan qattiq qo'llik dushmanimizga elib berilmayotdi. O'zaro ma'lum bir iqtisodiy munosabat tufaylidan qarzlarni ololmaganligi uchun bir-birini pichoqlagan ahvollar yuz berdi. Ammo Xitoy tajovuzchilarining qo'lida asir bo'lgan o'z onasini, o'z dadasini, o'z qarindoshlarini qutqizish orqali, uni qaytarib olish orqali o'zining haqqini talab qilish uchun bu ishni qilganlar bo'lmadi. Xitoy tajovuzchilarining qo'lida hammamizning uylari bor, hammamizning yerlari bor, pullari bor. Ular bizning hamma narsamizni musodir qilib oldi, tatib ilib oldi. Hatto o'z urug' tuqqanlarimizni ko'rish haqqimizni ham qo'limizdan ilib oldi. Iqtisodlarimizni qaytarib o'zimiz xohlagancha ishiltish, yutkashga yo'l qo'ymadi. Bir insonda bo'lishga tegishli hamma narsadan bizni mahrum qo'ydi. Bütün haqlarimizni Xitoy ilib oldi. Bu haqni qaytarish uchun bir-birimizga ko'rsatgan shiddatni ularga ko'rsatmadik. Undaqda biz Alloh subhanahu va taolaning mu'minlar o'ziga mehribon, tajovuzchi dushmanlarga qarshi, Allohning dushmanlariga qarshi nihoyat shiddatli bo'ladi. Haqiqiy mu'minlar Alloh yo'lida o'limni xuddi zolimlar, tajovuzchilar, kafirlar hayotlikni yaxshi ko'rgandek o'limni yaxshi ko'rdi dedi. Biz bunu bilamiz. Lekin biz o'limni qanchalik yaxshi ko'rardik? Allohning yo'lida o'lib ketishni, Allohning yo'lida o'lish orqali jannatga yetishni qanchalik o'ylayardik, qanchalik ishonardik. Buni qanchalik oshiq bo'lardik, qanchalik izlandik, qanchalik tayyorlik qildik. Men fikrlashgan nurg'ulg'on qarindoshlarimning bek cho'ng g'oyalari bor, bek cho'ng orzulari bor, bek cho'ng ishlarni qalbiga pukkilik, niyat qilganlik. Lekin bunga qarata bir ruhiy jihatdan bir iroda tayyor bo'lmaganlik. Hatta o'zi o'ylagan, niyat qilgan ishlardan necha 10 hassa, hatto necha 100 hassa kichik sinoqlarga bardoshlik berolmaydi. Bu narsalarni ko'rgandan keyin men o'zimizning texi nurg'un narsalarga tayyor bo'lmaganligimizni, nurg'un narsalarga bizning bardoshlik berolmaydiganligimizni his qildim. Balki shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning bizga tushgan sinoqqa davomlashayotgan bo'lsa kerak. Musa alayhissalomning qavmi o'zi bilganga amal qilmaganligi uchun, o'zi aytganga ishondik deganga ishonmaganligi uchun, o'zi bilganga qarshi chiqqanligi uchun, Allohning amriga qarshi kelganligi uchun 40 yil cho'llarda ezib yurdi. Berilgan ne'matlarga noshukrlik qildi. Biz ma'shularga o'xshash ezib yurimiz. Qarindoshlarimning o'zlarini davomli tekshirishini, davomli o'zimizni isloh qilishga tirishishini bekli umid qilaman. Alloh subhanahu va taolo bizni pulga, mol dunyoga qanchalik intilayotgan bo'lsak, oxiratligimiz uchun Xitoy tajovuzchilariga qarshi shunchalik intilishga, shunchalik harakat qilishga, shunchalik tirishishga muyassar qilsin. Hammamizga Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'xshash iroda va jasorat ato qilsin. Hammamizni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'xshash o'z ko'rishimizda, o'z da'voyimizda haqiqiy sodiq, siddiq insonlardan qilsin. Rostchil insonlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo sifatligiga o'xshash o'zaro bir-birimizga haqiqiy mehr, muhabbat bilan muomala qiladigan, bir-birimizni ko'zimizni asragandek asraydigan, zolim dushmanga qarshi butun shiddatimizni ishga soladigan kishilardan qilsin. Bizning ko'rishimiz Xitoy tajovuzchilarini butun Sharqiy Turkiston tuproqlaridan
tamamen qo'g'lab chiqarib, hurligimizga, mustaqilligimizga erishish. Bundan başqa bizning chiqish yo'limiz yo'q. Ammo Xitoy tajovuzchilarining elib berayotgan hujumlarga qarshi biz bu unumli zarba bilan berishimiz kerak. Biz bu onun qarta Xitoy tajovuzchilarini qaqshtishimiz kerak. Biz bu onun qarta taktikalarni ishga solishimiz kerak. Agar undaq bo'lmaydigan biz mustaqilligimizga erishmaymiz. Xitoy tajovuzchilari har kuni, har oyda har xil farqli taktikalarni va usullarni qo'llanib turish orqali bizni Sharqiy Turkistonliklarni qirg'in qilishga davom qiladi. Alloh subhanahu va taolo aytganga o'xshash, ular bizni tamoman o'ziga o'xshash e'tiqod qiladigan, o'xshash yashaydigan qilmagan qadar ular rozi bo'lmaydi. Bizmi ularga qarshi ularni tamoman mag'lub qilganga qadar, ular tamoman hujumlarni to'xtatganga qadar, bizning haqlarimizni qaytarib, qisoslarimiz ilingan qadar barliq imkoniyatlarimizni ishga solib turib, ularga qarshi kurash qilamiz va bu kurashimizni hargiz to'xtatib qolmaymiz. Bu kurash avlod-avlod davomlashadi. Ammo Alloh subhanahu va taolo bizning qo'limiz orqali Xitoy tajovuzchilarini Sharqiy Turkistondan tamoman qo'g'lab chiqarishga bizni muyassar qilsin. Biz Xitoy tajovuzchilari bizga qanday hujum qilayotgan bo'lsa, biz uningdan necha hassa Xitoy tajovuzchilariga qarshi hujumlarni, qarshiliklarni bildirishimiz kerak. 1-2 kunlik, 1-2 haftalik namoyish qilib qo'yishidan to'xtab qolish hargiz muroschilik emas, hargiz yetarli emas. Oxirida Alloh subhanahu va taologa hammangizlarni omonat qildim. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.